Qani qayerga ketdi ordu? Hech kim yo'qligini bilib qoldi. To'y bo'lyapti, hech kim adashdi yo'q. Adashdi yo'q. To'g'rimi? Bitta shopirlar xolos-da, to'g'rimi? Qani o chomadi-yu endi. Bitta anda ota-otasidan bitta chovorsan, ayting. Bitta. Çomadi. Apa bo'ldi, chomadi. Ota-otachilar keluvdi. Adashdi yo'q, bu uyda kuyov bola ham yo'q, hol to'yxonada ham. Bitta choy bermadi. Qochib borishdi. To'yxonaga qochdi ular. Kuyov bola endi keldilar mana. Yaxshimisiz, siz yaxshimi? Sog' salomat, charchamay, rahmat, Xudoga shukr. Qalay? Boringizga shukr. Ha, kuyov bolamiz Xudo xolasa yetib kelishdi. Mana endi Xudo xolasa bitta kiyinib chiqsalar, ha? Xudo xolasa Operatorlar qayerda? hozir kelishdi mana shu yo'lga. Bo'ldi, Xudo xolasa. Kuyov bolam ko'ryapsizlar, mana o'zgarib ketganini, boshqa o'tib ketganini. Harakat qilinglar sizlar ham mana. Mana shunaqa qilib, ha, chiroyli bo'lib kelib yurishlik. Niyat qilishgan ekan, Xudo xolasa 4 oy oldin zakaz olgan edim. Bolam to'y. 4 oy. Suydetil kim? As bolam? Liseyga ketdi-yu o'sha bola. Ha. Liseydagi. Xudo xolasa kuzatib boring, mana shunaqa chiroyli to'ylarni bilan bugun biz hozir Rishton bo'lyapti, bitta Rishtonga qaraydim. Bodotga qaraydim. Bodotda ekanmiz. Assalomu alaykum. Operatorlar qiroli keldi mana. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz kimsiz? Charchamaysiz, tinchmi? Yana birga ekanmiz. Kuzatib boring, shuna chiroyli voqealar qo'yib boramiz. Xudo xolasa bugun Bodotda xizmatdamiz. Kuyov bolamiz keldi, endi biz sekin harakatga boshlaymiz. Yaxshi bolalar. Akmal aka nomeradi. Ovnib qo'yasiz. Boringizga shukr, rahmat. Hozir biz to'yga kelgan edik. Mana hozir qo'shnida xolajonlar. Avvalo kelinimiz baxtli bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin. Eng hozirgi kunda mahallada haligi xolajonlarimiz o'rtasida kamayib ketayotgan oqibatlardan biri, men sizlarga shu narsani ko'rsata olmayotgan edim. Oldinlari eskitda mana yig'ilishib va hali birchini-birchinidan unda yig'ishib, o'tirishib, chiqarishardi. Mana o'sha hali ham bor o'zbeklarda. Chalpaydi mana olib ketaman, Xudo xolasa. Xolajonlar mana shunaqa qilishib, yig'ilishib, o'tirishib, oqibat. Amin. Robbim bugun chiroy Alloh yo'lda qilayotgan ihsonimizni daryoda qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo jamiki o'tganlarimizni Alloh ruhini shod eylesin, oxiratlarini obod qilsin. Chiroyli ihsonlarimiz ajridan yurtlarimiz tinch bo'lsin. Amin. Yurtboshimiz ham sog' salomat bo'lsinlar ilohim. Hamisha hammamizni xonadonimizga fayz, barakat, tinchlik, xotirjamlik bersin. Bu kelinimiz ketayotgan kelinimiz ilohim qiz bo'lib, qo'shab bir bo'lsin. Tushgan joyda azizi mukarram bo'lsin. Chiroyli sog'liq, saloqa, qoriya, olima farzandlardan bersin. O'zlaridan ko'payib ota-onasiga rahmat eshituvchi zurriyotlardan bo'lsin. Yana bemor dadalariga ham ilohiy shifoi komil bersin. Hammamiz o'z panohingda saqlab, Robbim shukrona ne'matda bardavom bo'laylik. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga. Oqibatimiz, o'zbekchiligimiz kamaymasin. Mana xuddi shunaqalar. O kelin kuyovim chiqdi, men o'sha davom etyapman. Hozir men borib chalpagim olib olay. Chalpagim olib olay. Chalpagim beringlar. Albatta, men yaxshi ko'raman chalpag. Bo'la. Yashang. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Ana chalpag. Sog' bo'linglar. Ana chalpag.